hamma qidirib yurgan narsani topdim. Qaranglar, bu rus va ingliz tilini o'rgatuvchi mana shunaqa apparat bo'ladi. Bu eng zo'ri, sababi kartalari 112 ta bo'lib, ya'ni 224 ta predmet bo'ladi. Mana shu apparat yordamida o'rgatadi. Hozir buni yoqib sizlarga ko'rsatib beraman. Eng qizig'i bu zaryadka bilan ishlaydi. Bemalol zaryad qilib foydalansa bo'laveradi. Apparat mana shunaqa holatda ishlanadi. Yoqqanimizdan keyin qaranglar, kartalari в общем ko'p. 112 ta karta, 224 ta predmet bo'ladi. Qaranglar, buni olamiz. Mana shunday solamiz. Papa. Father. Aylantiramiz. Мать. Mother. Младшая сестра. Sister. Bu kartalarning ichida oila a'zolarini o'rgatadi. Ranglar, soha vakillari, kiyim-kechaklar, tabiat, uy ro'zg'or buyumlari, transport, qushlar, hayvonlar, mevalar, oziq-ovqatlar, shunga o'xshagan har xillari bor. Mana shularni xohlaganinglarni qo'yib foydalansanglar bo'laveradi. Qaranglar, o'rtasidan olamiz. Sichqon, masalan. Qo'yamiz. Мышь. Mouse. И даже Лошадь. Horse. ovozlari bilan shunaqa o'xshatib beradi-da. Buni ikki xil rangdagisi bo'ladi. Qiz bolalar uchun kuchisi, o'g'il bolalar uchun mana shunaqa ko'k rangdagisidan bor. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol zakaz qilasizlar. Do'konimizda sotuvda bor. Narxi bor yo'g'i 75 ming so'm.